Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımızı görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz hemen ma'lum bo'lgandek yıllardan bu yan devam kılıp atkan bu programımızda milletimizge münasebetlik bo'lgan her xil temalarda şu sahanın mutaxassislerini teklif kılıp xilma-xil temalarda söhbet kılıp kilovatımız. Bugün şunun cümlesimiz tünügün elanımızda bergendek kıymetlik bir söhbet üçün huzurunlarda oturuptuk. Bugünkü aziz mehmenim hemen tanışık bo'lgan her daim bundan ilgili bilgen tuncu qıtım stüdyomuzda mehman bulup ben bilen söhbet kılıp atkan bolsumu bundan burun her xil joylarda yoki uzaktan internet arkalık programımızga qatnaşıp xilma-xil temalarda söhbetli bulup kıymetlik ma'lumotidan hammalar bahramand bo'lgan hurmatli ustoz hammaga tanishib bo'lgan Yaponiya Kagoshima xalqaro universiteti bir doktori shundaqla ta vatandan tortib yozuvchilik kasbini tashlamagan hozir Çanakkale universitetida takliflik o'qituvchi bo'lib xizmat qilayotgan hurmatli doktor Hoji Qutlug' Qodiriyni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib Ataytin Istanbulga kelib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımızda naq meydanda tarqatılayotidu. Ekran aldı chiqib turayotgan numarimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa uchurlarimiz shu yerdagi hisobotlarimiz orqali programmaga aloqador fikr taklif savollaringiz bo'lsa yo'llashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugünkü temamiz e'lonimizda bergandek bugünkü qalam ko'rishining Sharq Turkiston da'vosidagi ahamiyati deb mavzu qo'ydik. Albatta hammamizga ma'lum bundaq bir vatan, yani ishg'ol ostida turayotgan bugünkidek ig'ir bir kunlarni boshdan kechirayotgan 72 yillik Xitoy ishg'olining eng oxirgi ishg'olni hisoblagan vaqtidami inson tasavvur qilg'usiz darajada zulmga qolgan bir xalqninki har qaysi davlatlarda yashayotgan bu xalqninki ko'zga ko'ringan ziyolileri, alimleri şu yerdagi xalqqa Sharq Turkistondagi bo'layotgan bu vahshiyliklarni, Uyg'ur xalqining nimalarni ko'rayotganligini shu tillarda xilma-xil qalam ko'shi siyosatchilar albatta har xil sohalarda qilyotidi. Bu ziyolilarmi shu xalqqa, shu yerdagi, shu davlatlardagi xalqqa anglatish uchun u yerda bo'layotgan ishlarni, Uyg'ur xalqining qanday xalq ekanligini, nimalarni boshdan kechirayotganligini qalam orqali kurash qilishmi intayin muhim hammamiz bilamiz. Bugun biz hurmatli ustozninki albatta yillar davom qilgan ajr mevasininki yaqinda orqa-orqadan Turkiyada nashr qilinib chiqish munosabati bilan albatta biz bu kitoblar chiqqan vaqtida istiqloldagi xabarlarimizda berdik. Bugun shu munosabat bilan shu kitob uchun taklif qildik. Istanbulga keldi. Kashda Urumchi qatlami haqida ayrim bir suhbat qilamiz. Uning e'lonini berdik. Hazır kitap hakkında, 4 kitap hakkında söhbet kılımız aldı. Ben kitabını kısaca bir tanıştırırsam, birinci kitabımız bununki e'lonini biz bergandik. Köktürklerden kelgan Yapon tili degan kitap. Yaponiyalik türkolog Higashi Iwao tarafidan yozilgan bir kitap. Albatta doktor bunu tafsili anlatdı, birazdan keyin tushuntirdi. Bu kitapni Türkçe'ye nashrga tayyorlovchi ustoz tayyorladi. Bu kitap haqida paranglashimiz birinci kitabımız. İkinci kitabımız 5 iyul Sharq Turkiston irqiy qirg'inchiligida g'oyib bo'lgan boshpanasiz sadolar degan Türkçe nashr qilingan kitap. Bu hem İngilizce hem Türkçe şekilde bir kitapning ichida nashr qilingan. Buni paranglashimiz. Buni albatta kashda 5 iyul Urumchi qatlami haqida suhbat bo'lgan vaqtida texnik tafsiliy kiramiz. Bugun hozir tafsiliy kirmaymiz bunga. İkinci kitabımız bu, üçüncü kitabımız Xitoyning Sharq Turkistondagi yadro sinoqlari degan kitap. Ipak yo'lda yadro sinoqlari sabab bo'lgan baloyi ofatlar degan bir kitap hamda bu. Bu kitobni professor doktor Jun Takada yozgan ekan, ustoz bilan birlikda, doktor Hoji Qutlug' Qodiriy bilan birlikda. Buni paranglashimiz. Shundaqla 4-chi kitabimiz Sharq Turkiston maktublari degan kitap. Bu ham inglizcha va Türkçe nashr qilinib yaqinda chiqqan bo'ldi. Doktor Hoji Qutlug' Qodiriy bilan professor doktor Seiji Nishihara tarafidan tayyorlangan kitap. Bu ikisini tafsili paranglashimiz, bu 4 kitobni tafsili paranglashimiz, asosliq 3 kitobni hozir.
Şunun üçün bunun əlbəttə Türkiyədən aid biz xəbərlərimizin bəzi hər bir kitab çıxan vaxtda hazır nəticəlgən birinci, ikinci nəşrləri tügəb kitib nəhayət qızğın alıq-çıxı ilişkənligi səbəbindən yenidən beslib atqanlıq xəbərini aldıq ustazın. İnşallah bu kitabın içindeki məlumatlarını əlbəttə bir proqramda düşündürüb buluş təz qısqa şəkildə bunun əhəmiyyəti Türkmüş yerlik xalq üçün qanday əhəmiyyəti var, Uyğurlarını tanışdırış üçün qanday əhəmiyyəti var. Bunlar haqqında paylaşmışız. Bundan sonra hörmətli ustaz aldığım şu Kök Türklərdən gələn Yapon dili degan kitapdan başlap düşündürürsünüz. Sizə vereyim kitabını? Yoki kerak? Yo'q, bu kitaptı mən özüm hazırlığım üçün to'liq ma'lumot qilgan. Kök Türklərdən gələn Yapon dili degan bu nomli kitap Türkçe hazırladım. Bu 686 betlik kitap. Xoş. Bu kitap asli Atliq milletlerden kelgan Yapon dili degan kitap. Kitapның ismi. Yani Atliq milletler degan vaqtda bu vaqtdagi ko'ztiligini, yani Türklarni ko'rsatmoqchi. Higachevo Yaponiyada Türklok 2016-yılı vafat etib ketdi 90-yaşında. Bu adamның bu kitabı to'g'risida tunji qatim bizim ko'rishgan vaqtimiz 2009-yılı bir ko'rishdik bu adam bilan. 2009-yılı bu kitabını tamamlagan vaqti 85 yaşında bu kitabını tamamladı. Bu adamın 85 yaşında bu Atliq milletlerden kelgan Yapon dili degan bu kitapni nashrga tayyorlab, ondan keyin o'zi 2013-2014 yillar arasida huzur uyida, yani sağlamlığı sanatoriya deymiz, Uyg'urcha sanatoriyada shu yerda davolanayotgan vaqtda ayoli bilan turayotgan vaqtda telefonda paranglashdik. Telefonda paranglashilish orqali bu odamninki bo'libmi Uyg'ur tiliga bo'lgan o'zining sevgisi, Uyg'ur tiliga bo'lgan ishtiyoqi, Uyg'ur tilininki qadimligi va naqadar madaniyatlik bir til ekanligida telefonda qisqacha bir suhbatlashdik. Undan keyin bu asar haqida men o'zimning ilgari Yapon tili bilan Uyg'ur tilining grammatikalik o'rtoqligi haqida Türkiye'deki Türk Dil Qurultaylarida nurg'unlagan maqolalarni sundum. Ve bu jarayongacha bu kitap nashr qilinguchi bo'lgan araliqda Yapon tili bilan Uyg'ur tilininki grammatikalik jihatdagi o'rtoqlik va kelimalardagi etmologiyalik o'rtoqliklar haqida izlandim. Bu adamning bu kitobi chiqqandan keyin menga nihoyat bir ro'yi uzuq bo'ldi. Bu kitobni tafsili o'qib chiqish va bu adam bilan suhbatlashish orqali bu adamning o'zining Beijing Millatlar institutida, ya'ni hozirgi ilgirki Beijing Minzudaşı, hazırki Beijing Minzudaşı, Beijing Minzudaşı'da bu adam Uygur dili, Mongol dili, Qadimki Uygur dili ve Kök Türk dillerini öğreniyordu. O Beijing'e beriş jarayonida. O vaqtida bu adamga ustozlik qilgan Higashevoning ustozi Oğuz nomini Uygur tiliga hazırlagan Gıngshemin bilan Tursun Ayıp ismli Uygurlarning ataqli Türklogi var idi. Beijing Milletler Üniversitesi. Allah rahmet kılsın tügep gitti. Tursun Ayıp aka bilen özünün Uygur dili hakkındaki tədqiqatlarını, qadimki Uygur dili tədqiqatları hakkında Mongolca, Manjuca ve qadimki Uygur dilleri hakkında Beijing Milletler Üniversitesi öğrenip qaytib kelgandan keyin ve ular bilan bu tədqiqatlarını elib bargandan keyin bu kitabını yorukluq çıktı. Bu kitaptaki kiriş söz kısmında reliefi Xitoydagi ataqlı Türkloglardan ve Yasin Oshur Moskvada Türklog ilmini bitirgan ve hazır Xitoydagi Beijing İctimai Fanlar Akademiyasi tədqiqatçı bo'lib atgan Yasin Oshur akalarninki beg'ishlimisi var bu sözde. Ular butunlay kitapning kirish söz kısmında Kök Türklerden kelganligidan iborat Yapon tilininki mushundaq bir o'xshash fikrda ekanligini izohlab mangan. Ama kitapta Kök Türklerden kelgan Yapon tili deb olgan bo'lsaqmi, albatta Türk tilininki boshlanışı Kök Türklerden başlandı, onunki Uyg'ur davlati ve en ağırlıqsı Qaraxanilar, İdiqut xalqlari nurg'unlagan davrlarni beshini o'tkazgan. Bu tilning taraqqiyot jarayoni so'zlash orqali Yapon tilining kelgan etmologiyasini Uyg'ur tiliga bog'laydi. Uyg'ur tiliga bog'laydi. Uyg'ur tilidan nurg'unlagan o'rnaklarni ko'rsatdi. Evet, Uyg'ur tili. Masalan, Uyg'ur tilidagi nurg'unlagan kelimelerninki Yapon tiliga o'xshash ekanligi. Bu so'zning qanday kelganligini, ya'ni tilninki so'zning kelimelerning etmologiyalik yıldızını aqtirdi. Yani yıldızını aqtirdi. Yıldızını aqtirish orqali
Orta Asya'daki ortak Türk lehçelerinin, mesela Kırgız Türkçesi deyimiz, Tatar Türkçesi deyimiz, Kazak Türkçesi deyimiz, bunundaki sözlerinin kandak ilinğanlığı, Uygur tilideki kandaklığı. Muşu Orta Asya'daki Türk lehçelerinin içinde Uygur tilinden ibaret muşu tilinin ki Japon tilinin barlık kirişige sebepçi boğalıqdan ibaret büyük bir fikrini oturup koydu, da. Yani bu kitabını bu Türkiye'de neşir kıldık bir yerde ve 686 bet oldu. Kitaptan teşkilatınız Köktürklerden kelgen Japon tili olsa mu? Ama kitaptan içi kirip bunu okugan sırınız Uygur tili bilen Japon tilinin ne kadar bağlanışlık işgalligini. Bunu yoğurtup bereleydi. Bu kitapның yani mesela Japon tili bilen Uygur tili bilgen adamla okup düşünüp ketişi nayeti ters. Bu kitapны mesela Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitelerdeki nurgulluğan Japon tili okutukçuları öğrendi bunu. Okudu. Okugandan keyin bu kitap nayeti eğer eken dedi. Bu kitapны okugan adam Japon tili ve Uygur tilinden şundaqla Türkologiya bilimlerden belgilik savada ega bolgan adamda andın bu kitapны vücutga chiqarib bu kitapdan yeterliydi. Bu kitap neşir kılınğandan keyin İstanbul Üniversitesi Köktürklerden kelgen Japon tili haqida Ankara Üniversitesi bir kısım Türkologlar, Japon tili edebiyat okutukçuları bular birlikte bir konferans orlaştırdı. Onun konferansda bu kitap haqidagi ma'lumotlarni ve Japon tili bilan Uygur tilining o'rtaqligi haqidagi o'zimning tushunchalarimni berdim. Köktürklerden kelgen Japon tili degan kitapni tunji qitim Türkiye'de neşir qilib buni o'tirib qo'yishimizga sabab bunundan ilgiri Japon tili bilan Uygur tilining grammatikalik ve kelimeler jihatdan o'rtaqligi bağlılığı haqida Türk tili qurultayıga biz bunu anlatıp kelgan bo'lsakmi, biz bir Şarq Türkistonlik Uygur bo'lish sifatimiz bilan bu meselelerni avval biz o'zimizning fikrini bayon qilsak, Türk devletining Türkiye'deki cumhuriyetçilerininki bunu tushunib ketishi natayin. Bu Uygur bo'lish bu qutlug' ma'lum Uygur bo'lganligi uchun o'zining tilini Japonlarga bağlavatkan bo'lish mümkün deb tar dair düşünüşü mümkün. Şununla biz elbette Japon Türkologlarının Japon tili bilen Uygur tilinin ortaklığı ve etnologik bağlanış haqidagi qarashlarni o'tirib qo'yib etgandan keyin ikkinchi qadamda o'zimizninki shaxsan o'zimninki Uygur tili bilan Japon tilining grammatikalik etnologik jihatlarini ilib borgan bir yurish tadqiqotlarim bor. Bu tadqiqotlar maqol qilib chiqarilgan, hamda buni to'plam qilib chiqarish qadamida turyapmiz. Köktürklerden kelgen Japon tili degan kitapның dastlabki qismida avtor Köktürkler bilan Uygurlarning Baykal ko'lidagi bağlanışları, tarixiy nuqtalardan, til nuqtasidan, madaniyat nuqtasidan buni tadqiq qilgan. Bu faqat Uygur tili bilan Japon tilininki bağlanış işgalligining bir tarafdan ko'rsatib beradi. Endi biz keyingi qadamda men o'zimning grammatikalik nuqtalardan ilib borgan tadqiqotlarimni yo'ritsam, yani kelajakda boshqalar tadqiqotchilar boshqa nuqtalardan biz bayqamagan nuqtalardan buni tadqiqot edib borsa, albatta buningki tadqiqotimizning Türkolog sohasidagi tadqiqotimiz texnik bo'lak cho'nqurlashi deb o'ylayman. Shuning bu kitobni Turkiyada nashr qilishimizdagi sababi shundoq. Türkiye'de neşir kılınğandan keyin nayt yaxshi alqışqa erishdi. Birinchi qitimliq nashri setilib bo'lgandan keyin ikkinchi qitimliq nashr qildi. Ikkinchi qitimliq nashri mo setilib bo'lib, hozir uchinchi qitimliq nashrga tayyorlanyapti. Türkiye Cumhuriyeti Millat Kütüphanesi alayda bununla tabriknoma evatdi. Nurg'unlagan dernekler, yazuvchilar birlashmasidan Türkologlar nayt yaxshi mesajlarni yo'llab bu kitobninki Türkiye'de neşr kılınğanlığını, təbriklaydiganlığını ve texnik bizden bu haqda izdiniş edip berişimizden kerekligi haqida özlerinin samimi salamlarını yolladı. Bu kitap hazır yani 3. qitimliq neşrga tayyorlanib, setilish oldi turdi. Neşriyatninki özünün bergen ma'lumotidirmi, Türkiye'de en köp setilgan ve en köp söyüp okulgan kitaplar qatoriga kirdi. Muşdinga bağlanışlıq bo'lgan başqa kitap bo'lsa-mu biz nashrga tayyorlasak degan talablarni o'tirib qo'yapti. Albatta buningdan boshqa yana 3-4 asar bor. Kitoblar yaqin zaman ichida uni nashrga tayyorlab buni nashrga sunish oldida turyapman. Endi bu kitobni chiqarishimizdagi birdan bir maqsadimizmi Sharq Turkistondan iborat buyuk vatanimizda o'zimizning ona tilining yo'qolish oldida turayotgan bir vaqtda Uygur tilinden ibaret bu tilinin ne kadar büyüklüğünü, ne kadar medeniyetlik bir til işgalligini, bu tilinin yalnız şu coğrafiyada yaşavatqa Uygurlarının emas,
Pen texnikada taraqqigan, dünyadaki iqtisat ve pen texnikada birinci, ikinci qatar turuyotgan Japon milletinin tilinin mu asas salgıcı til Uyghur tili işgalligini yo'ritish orqali ikki millatninki madaniyat, til, tarix ve etnologiyalik kelish jarayonlarini texnik cho'nqur tadqiq qilgan vaqtimizda bu millatlarning o'zaro bog'lanishi, kelgusi avlodlarimizningki ana tiliga bo'lgan so'ygisi, Uyghur tilini hech qanday bir yerda oqmaydi ekan, Uyghur tili yo'qolgan bir til degan bu xil fikrdagi insonlarning fikriga xotima berasiz. Kelgusi avlodlarimizningki ana tiliga bo'lgan ishtiyoqini va ilhomini texnik oshirishdan iborat Uyghur milletining naqadar madaniyatlik, naqadar go'zal bir tillarni dunyo sohasida yaratib, insoniyatga to'kib qo'shganligini bildirish yuzasidan bu asarni nashrga tayyorladik. Tayyorladim. Bundan keyin bununga oid bo'lgan, masalan, O'g'iznoma. O'g'iznamani nashrga tayyorlab bo'ldim. O'g'iznaminingki Yaponlarning ko'zidagi O'g'iznoma. O'g'iznaminingki ham nemiz tugide mashyapti, ichida va kelapning ichida nashrga berish oldi turyapmiz. Undan keyin Uyg'urlarningki Yaponiyada elib borgan Osmanlı tarihi davridagi Yaponiyaningki Sharq Turkiston strategiyaları, Osmanlı'nın strategiyaları. Bu haqdagi tarihi bir vasiqalar bor, uni ratladim. Undan boshqa O'rta Osiyo Tatar Türkleri Qozondan kelgan va Sharq Turkistondan kelgan Uyg'ur Türkleriniki Yaponiyada qanday faoliyatlarni elib borganligi. Birinchi qatamliq Cumhuriyet, İslam Cumhuriyeti yemirilgandan keyin bu Cumhuriyetni asliga keltirish va bu Cumhuriyetning mujodalasini davom qilish uchun nimalarni elib borganligi haqidagi tarixiy vasiqalar bor. U tarixiy vasiqalarni to'plagan uni inshaalloh 9-oy, 10-oygacha bitadi. Biz uni yana Turkiyada bir nashrga berib nima qilsak, Turkiyadagi yerlik millatlarning, Türk xalqining, Uyg'urlarningki madaniyatini, tilini, bularningki dunyo madaniyatiga qo'shgan to'kiblarini texnik akademik shaklda anglatish uchun bu xildagi asarlarni nashrga tayyorlash hozir nihoyatda muhim ishlarimdan biri bo'lganligi uchun ko'plab vaqtimni bunga sarf qilyapman. Inshaalloh Allah sağlık ve selametlik verse yakın zaman içinde Türklog sahasida texnik ko'p kitaplar Türkiye'de neşr qilindi inşallah. Ko'p rahmat. Allah inşallah bereket bersin xizmatlaringizga. Hakikaten bunu ichida nihoyat qimmatli ma'lumotlarni hammasini ko'rib bo'lmadim. Bir haftadan buyon ish ko'ryapman. Ajoyib yaxshi bizning vatanlarni oilanib olib turmasangiz bizning vatan ziyorat qilish. Masalan bizning vatandagi shivelar, dialektlarning hammasini o'rnak olgan. Jiqlari shunda o'xshab qolganlar, insonni hayron qoldirdi. Buni yapon tili biladigan odamlar so'zning etmologiyasini nim qildi. Masalan, Sagaro kelimasi bor. Sagaro sangılmaq degan. Bizdagi Uyg'ur tilidagilar ayni. Bu da Sagarta üzüm sangılı deyimiz bizdeki. Aynı bu kelime. Bu yüzdeki. Sizge bir örnek alsam, tek bu kitap yayınlanmadı. Uyghur tilideki bir misal alay sizge. Abdullah bu işini buyak kıyıtına fıkan deyimiz. Japonçada muşu söz ibaret nakva. Uyamaya. Bu fakat biraz da lehçesi özgürüdü. Uyamaya. Uyakmayak. Şunun sözlüğü karşınız uyamaya ne mi? Uyakmayak'ın etmologisiyle okşaş. Bu kadar okşaşlıklar var. Yani bu haktaki bu igaşı evonunki. Ben özüm ilip bağın 20 yıllık Japoniya turist jarayonida ilip bağın tədqiqatlarım var. Mesela Türk Dil Qurultayıda ben elan qilgan bir maqala var 2017'de. Uyghur tilidagi mu. Siz mi çay içemsiz deymi? Siz mi çay içemsiz? Ha, Japon tilidagi mu. Eski Uyghur Türkçesinde, yani kadim Uygurcasında mu. Mesela Qashqar'nınki yezlari basınız, siz mi çay içemsiz deganni ular mu şeklinde gösterdi. Mesela Qashqar otellerde mu şeklinde edildi. Kitap mu deymiz. Mu ayad mu oldu ketken. Asli Uyghur tilida mesela Türk tillar divanı qarasınız. Qadim Uyghur tili ko'p Türklerden kelgan bu tillarga o'rxon insaylar qarasınız bu mu. Mesela Gabayinninki Türklog Germaniya Gabayinninki qadim Uyghur til grammatikasi kitap var buningda qarasınız mu. Mu
keyin bizde Mo'ga o'zgarib ketgan. Mesela bizning yezlarimizda Mo deb ataydiganlar bor. Bulaptımı deymiz. Mo şeklide ketadi. Ama bu qo'shimcha yapon tilida o'xshash qilyapti. Shil tili shu o'rnida o'rtaqlik bor. Va albatta buning farq bo'lsa-mu, ammo grammatiklarda bunda o'rtaqliklar bor. Bu o'rtaqliklarni, kelimalardagilarni Yigashevo bir tarafdan yoritib bizga turklog sohasi yo'l ochib berdi. Qolganini men o'zim doiramga ilib borgan tadqiqotlarni qilaman. Yana bir tadqiqotlar o'zining doirasida ilib borganini qiladi. Shuning tariqasida bu tadqiqotimizni ilib berib, kelgusi avlodlarimizga Uyg'urlardan bo'lsin, Turkiyadagilardan bo'lsin, turkologiya sohasidagi avlodlarga bir yo'lni besib qo'ysak, kelgusida bu yo'lni qolganlar davomlashtirdi. Tamam. Rahmat, Allah razı olsun. Hamda Andan bunu qistirib o'tishga to'g'ri keldi. Bu kitobni, ya'ni Beg'ishlimizda Olib Arslan Türkeş bilan Uyg'urlarning Sharq Turkiston da'vosidagi tarixning tamg'isi urilgan Aysa Yusuf Aliptekin bilan Mehmet Emin Bo'g'raning tug'ilganligining 100 yilligiga bag'ishladim, ya'ni buningda. Bu kitap akademik bir kitap bo'lsa-mu, kitobni ochgan odam bu Aysa Yusuf Aliptekin bilan Mehmet Emin Bo'g'raga bag'ishlangan kitobga bu deb Sharq Turkistondan iborat bizning vatanimizni bir xotirlab o'tadi. To'g'ri. Shuning uchun Mehmet Emin Bo'g'ra bilan Aysa Yusuf Aliptekinning tug'ilganligining 100 yilligiga bag'ishladim. 120 yil. 120 yillar. Hakikaten hem de bu sahada hem de Japonya'da uzun yıllardır yaşayacaksınız hem de bulup Uygurlar kızıqılganmış, Türkologlar, hatta siz Mişel'e hizmet kılıvatkan Japonluk hizmetdaşlarınızdan mı Uygur dilini menden yaxşı programında bunu söyleydiganlar var dediniz. Bak ciddi tədqiqat edilib var degan Japonya'da bu Türkolog Uygurlarning masalasi. Uygurlar tarixida o'xshamagan davrlarda, masalan Budizm davri, Qaraxoniylar davri, İslamiyatdan ilgirki davr, İslamiyatdan keyingi davr, Sofizm davri, Şamanizm davri, Manizm davri o'xshamagan davrlardagi Uyg'ur tarixini, madaniyatini tadqiqot qilib ilib berayotgan tadqiqotchilar har kasblarda bor. Bular ilib bordi. Masalan Uyg'urcha biladigan, masalan biz bilan xizmat qilayotgan va bizning proje guruhimizdami Uyg'ur koniyizligini shundoq mukammal yozilgan. Şu Uyghur tilini şundak aşı, hatta Qashqar şiviste, Xotan şiviste şundak sözleydigan bizninki proje grupiski tadqiqotchilarimiz var. Ularning kendi Uyghur tiliga qiziqishi bo'lgan nimasi turkologiya sohasida tadqiqot elib berish, Uyg'urshunoslikda tadqiqot elib berish bo'lganligi uchun bular mesela Uyg'urshunos bo'lmoqchi bo'lgan odam eng avval Uyg'ur tilini mukammal o'rganish deydigan fikrda bo'ladi. To'g'ri. Onu mükemmel öğrengenliğin ki bu milletinki tarihi kitaplarını ve özününki qaysi sahada ilip bardigan tarihi materyallarını toplap şu sahada ilip bardiganlığı için bular Uyghur tiliga ait pishiq bo'ladi. Mesela Uyg'urshunos bo'lishimiz uchun mutlaq Uyghur tilini mukammal bilishimiz kerak. Shuning uchun nurg'unlagan ko'plagan yapon yoshlari bir qismlari Qashqarda, bir kısmı Xotan'da, bir kısmı Ürümçi'deki âli mekteplerini bitirip qaytib kelgandan keyin hozir bizning tadqiqot guruhimizda biz bilan yordamchi bo'lib tadqiqotlarni elib beryapti. Xo'sh. Ovoz masalasida masala yo'qda bo'ldi. Ovoz yo'q degan bir nim bor. Hamda bu kitobni har qaysi shu tor kitap sattıgan yerlerden mesut olaysizlar, qadrli ko'ruvchilarimiz. Buni biz xabarimizdan bergan o'z vaqtida. Va shunaqla Uyg'ur kitobxonalaridami bor hozir, masalan, Sutuq Bo'raxonniki kitobxonasida yerlik shu qarindoshlarimizga so'q qilish uchun buni aytib muhim. Ham o'zimiz turkchani bildiganlarniki buni o'qib foydalanish uchun tavsiya qilamiz kitobni. Hem de şu ikinci kitabımız, elbette bu kitap keşte tefsiri paranlaşımız 5. iyul Sharq Turkiston irqiy qirg'inchiligida g'oyib bo'lgan boshpanasiz sadolar. Bu kitap haqida qisqacha bir ma'lumot berib keşte qolgan tafsillar. Bo'ladi. Bu kitapta yani biz şu 5. iyul irqiy qirg'inchiligidan keyin g'oyib bo'lib ketgan, nurg'unlagan izdiraks yo'qolib ketgan Uyg'ur yoshlari bor, nurg'unlagan oilalar bor. Xo'sh. Bularning izdirigini qilib, masalan, bizningki sosyal medyalarda ve teşvikatlarımızda bular haqidagi uçurlar toplangan. Bularninki aile kelib chiqishi ve ba'zilarininki fotoları,
Bunu toplap, bunu redlep, zadimaş 5. iyul irq qırğınçılığı nemi sebepten kelip çıktı. Bunun ki gayip olup ketkenlerninki aile ahvali ve bularninki hazırki näde, nemi kılıp atqanlığı, qançılık adamlarninki iniq bolmagan sallar arqalı şu günde ölüp ketken adamlarning umumi ahvali. Xoş. Hatta şu vaqtning o'zida mesela hazır irq qirg'inchilik deyapmiz. Irq qirg'inchilik degani o'tir qo'yapmiz. Shu vaqtning o'zida irq qirg'inchilik deb bu o'tir qo'yilgan shu vaqtda. Mesela Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'da ziyaretde bulup atqan vaqti, İtalya'da ziyaretde bulup atqan vaqtning o'zida 5. iyul voqeasi yuz bergan shu vaqtning o'zida bu irq qirg'inchilik so'yqirim degan dunyoga Xoş. bir signal vergen. Bizden bu kitabım, benim bu kitabımda yani 5. yıl vakasının kelip çıkış, bastırılışı ve onun dinken gayip olup ketken insanlar. Bular hakkındaki malumatlar akademik şekilde tayarlangan dokladlar asası da nem kılındı. Bu kitap 2014 yılının özüde Japonya'da İngilizce ve Japonca neşr kılıngan. Yani bu kıtım Türkiye'de bunu neşr kılışımızın sebep mesela Uyghur meselesi hazır soykırım baskışı kirdi deyapmiz. Soykırım hazırkı vaqtning o'zida emas, 2009'ning o'zida soykırımning ilip berganligidan evet. İbaret bu meseleni Türk yerli xalqlarga texnik anlatish uchun bu kitapni nashrga tayyorladik. Bu ilgari Yaponiyada professor doktor Seiji Nishihara bilan ikkimiz inglizcha ve Japoncha tayyorlab buni u yerda nashrga berib nem qilgan. Bu qitim Türkiye'de bunu neşrga tayyorlab, bunu neşr qildik. Bunun setilish ahvolini aytdi, yaxshi bo'lyapti. Ko'pliga inkaslar kelyapti. Mesela nurg'ulg'a odamlar o'z Sharq Turkiston meselesini, Uyg'ur so'yqirimini o'zinglarning og'zini anglasak, o'zinglarningki akademik insanları yazgan kitaplarını o'qisak, bu meseleninki rastligini, bu meselenin ne kadar ağırlığını düşünüp yeterli ekanmiz. G'arb matbuatlari ve başka matbuatlarda bu meseleler anlatılgan vakitte, çünkü o adamlar jiraqdan qarğanligi uchun, bu meselenin içinde kirmeganligi uchun, bu rastmıdı veya ki bu aşırıvetkenlikmidi degan bir şübheler bo'ladi deydi. Hazır bu sizler özanglar tug'ilgan şu tuproqda, özanglar ko'rgan, bilgan bu tuproqdagi xalqlarning o'z xalqinglarning dardini özanglar o'z qulug'inglar bilan, o'z ona tilinglar bilan anglaganliginglar uchun, buningki chinlik qiymati yuqori bo'ladi ekan. Deb mesela soykırım hakkındaki 5. yıl vakası çıkandan ki Anadolu Üniversitesi ve Ankara, İzmir'deki Nurgulg'a Üniversitesi hukuk fakültesi, kanun fakültesinin profesörleri telefon kılıp biz soykırım hakkında projelerini başlatkandık. Yani tədqiqat makallarını yazıyorduk. Muşkildeki kitaplardan, yani qandaq kitaplar var bizge tavsiye kılısınız dedi. Ben bir kısım kitaplarını ve makallarını tavsiye kıldım. Bu xildeki kitaplarının ahmiyetinin ki Türkiye'de soykırım deyapmiz, soykırımni anlatışımızda akademik şekilde anlatışta nəhayət paydalıq болады ekan deb qaradım. Bu kitapni mesela nurg'ulg'an. Bu kitaplar chiqqandan keyin mutlaq nashriyatlar Türkiye'deki 200 kütüphanega berildi. 200 kütüphane saqlandı degan gap. Bu kitaplardaki arxivlarni, mesela adamlarning o'lib ketganligini biz mo'lchal shaklda bergan bo'lsakmi, xalqaroning buning bo'lgan inkasi soykırımga xalqarada qandaq qonunlarning borligi, g'oyib bo'lib ketganlar masalasini xalqaro qonunlarda qandaq bir taraf qildiganligini, buning hammasi atrofida qo'yilgan. Masalan, 5. iyul voqeasi irq qirg'inchiligidan iborat Uyg'ur tarixidagi bu fojiani bizning derneklerimiz, bizning tashkilotlarimiz bunu saqlab bo'lolmaymiz arxivlashtirib. Çünkü bizning bir davlatimiz yo'q bo'lganligi uchun bu faqat zamonida buni matbuotlarga berib ketadi. Bunu kitap şekilde, akademik bir şekilde bunu toplap, bunu yayınlap koysak, Türkiye'nin özünde 200 kütüphane kaldı degenin özü, 50 yıldan keyin, 20 yıldan keyin kütüphane kirip, Uyghur tarih faciası hakkında Katolik'te bir qarsanız, bu kitapların bağlılığını bilirsiniz. Kelgüsü tədqiqatçılar üçün Şərq Türkistan davasının ki, yerlik milletler, akademisyenlerinin texim köplep anlap, texim köp tədqiqatlarını elib verişiğe nəhayət faydalı oldu deb qarayım. Hatta köplegen kanun fakültesinin okutukçuları bivas telefon elib mən bilən bu vaxt sözləşdi. Bu nəhayət yaxşı oldu dedi. Özanlarının ağzını alınsak bu nəhayət yaxşı oldu. Biz muşundaq bir soykırım haqqında Doğu Türkistan'daki, Şərq Türkistan'daki projelerini işleşini başlayımız hem de makallarını yazımız, tavsiye kılınlar bizge muşta kitaplarını. Neden bu kitaplarınki çıkıştaki, neşr kılıştaki məqsədimiz bu, yerlik milletlerine anlatış bunu. Yerlik milletlerine anlatıp, yerlik milletler bizdenki
irqi qirg'inchilikninki haqiqiy mohiyatini tushunib yetgan vaqtda millat tushungan vaqtida buni davlatga va hokimiyatga besim qila oladi. To'g'ri. O yerlik millatlarga anglatmay turib, biz bu davoyimizni bu yerda kuchlantirish va davlatning va millatning, xalqning, yerli xalqlarning esdashligini qo'lga keltira olmaymiz. Shuningga bu akademik shakldagi kitoblarni ko'plab chiqarish orqali, masalan bu kitobni o'qigan odam bir qaraydi, qarasa bu kitobni nashr tayyorlagan men ve profesör doktor Sejin Eşkara biz üniversite profesörlük kılavatkan insan. Türkiye'de mi şunda? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çünkü bizden eserlerimizde akademik bir eserden varaydı. Yani akademisyenler özünün eserlerde, makallarda çıllıkla asas kılıp tatbikat edip bağlı. Ben de kösetken de elbette şundan aslan görsün. Evet. Bunu da biz kösetken, mesela bunu da biz kösetken menbeler mi enik? Halkarada mesela ayısı vakitte bunu irk kırgınçılık dedi. Mesela bunu da irk kırgınçılık diyen de Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılı iştihariyede irk kırgınçılık deganligi. Uyghur Milli Hareketi'nin rehberi Rabia Kadir Hanım'ın Washington'da akbarat e'lon qilishda 10 mingdan oshiq Uyg'urni qirg'inchilik qildi, bu so'yqirim, irq qirg'inchilik deganligi. Hatto Tokiodagi bergan bayonotida Uyg'ur Milliy Hareketi'nin rehberi Rabia Kadir Hanım'nınki. Bu irq qirg'inchilik 10 mingdan oshiq odamni qirib tugatyapti degan vaqtida xalqaro shu vaqtning o'zida ba'zi nurg'ulg'an kishilar 10 ming odamni qirg'in qilish mumkinmi degan bir xil shubhalar bo'lgan. Xitoyning naqadar razil, naqadar faşist ekanligini tuyib yetolmagan dunyo u vaqtida. Rabia Kadir Hanım şu vaqtida bayonotlarda 10 mingdan ishib ketdi odamlar degan vaqtida Tokioda ve Washingtonda bergan bayonotida. Ya bu 10 ming odamni o'ldirish mumkinmi degan. Endi 2015'ten keyin başlangan kampı meselelerden keyin dünya 10 ming emas, milyonlarca Uyg'urdan g'ayib bo'lib ketayotganligi ishlandi. Xo'sh. Endi şu vaqtning o'zida dünya Xitoyning faşist bu kadar diktatör devlet ekanligini bilmay, ya 10 ming odamning yo'qolib ketganligi bir, ya'ni bu odamni ishondirmaydi degan bir gumoniy qarashlar bo'lgan. So'yqirim haqidagi, ya'ni irq qirg'inchilik degan 2009 yili ishtihariyada tunji qitim Recep Tayyip Erdoğan o'tirib qo'ydi. 2009 yılı Washington'daki axborot e'lon qilish vaqtida Rabia Kadir Hanım bizning ustimizdan Xitoy hukumati irq qirg'inchilik qilib beryapti dedi. Tokioda 100 necha davlatninki muxbirlarga bayonot bergan vaqtidami Uyg'ur Milliy Hareketi'nin rehberi Rabia Kadir Hanım bizning ustimizdan irq qirg'inchilik qilib beryapti dedi Tokioda. Buni nurg'ulg'an chet elliklar bu salla ishib ketgan bo'lishi mumkin. Bular oshirvatdi deb shubha va gumonlarda bo'lgan. Endilikda milyonlarca Uyg'urning kamplarda g'ayib bo'lib ketayotganligini ko'rgandan keyin shu vaqtdagi bu sansifirlarning haqiqatan to'g'ri ekanligiga ishonyapti. Har nurg'ulg'an shu vaqtdagi yaponlik do'stlarimiz vardı. Biz şu vaqtda sel shubhalangan Rabia Kadir Hanım'ninki 5-yil voqeasi haqidagi songa. Shu vaqtdagini ajoyib to'g'ri salla ekan to. Hozir milyonlarca Uyg'ur Sharq Turkistonda g'ayib bo'lib o'tadi. Bu kitobni biz chiqarishimizdagi sabab xalqaro qonunlarda buni qanday bir taraf qilish, g'ayib bo'lgan oilalarningki bolalari hozir nima kunlarda biz egallagan shu masalan Uyg'ur nima shu Erkin Osiyo radiosida va har qaysi tashkilotlarning to'plagan uchurlari, dokladlarga asosan buningda hikoya roman shaklidagi narsa emas. Shu ilmiy asosat matbuotlarga chiqqan narsalar, qo'lga tushgan g'ayib bo'lganlar oilasining foto suratlari. Buni akademik shaklda avval Yaponiyada nashr qildik, bu qatim Turkiyada. Buning nihoyatda inkas yaxshi bo'lyapti. Inshaalloh bundan keyin buni ishkirlab mening qo'limdan kelishicha mushunchalik buni nashrga tayyorladim. Albatta kelgusida yoshlarimiz bor, bizningki nurg'ulg'an qobiliyatli yoshlarimiz bor. Uni da mukammal tayyorlasa, kuch qo'shilib Sharq Turkiston davosini Turkiyada anglitishimizda texnik yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Çok rahmat. Qag'inda inşallah keçdi 5-yil qatliamı haqidagi maxsus söhbətimizdə saat 5'te qadarlı görünmədirimiz inşallah. Doktor Erkin Ahmet qatnaşdı, yəni bir Ürümçi qatliamı qatnaşqan şu yerdə bütün işlərə şahid bolğan türmələrdə yatqan bir qarindaşımız guvalıq berdi degan keş proqramımızda. Bunu təfsili halətdə şu vaxtdakı 5-yil Ürümçi qatliamının Yaponiyada qandaq təsir paydo qilganligi, elə həm qandaq tesiri bağ ekanligi haqida paranlaşımız. Bu kitapmı hem Türkiye'nin bütün internet torbatlaridan, kütüphanelarda setib olasizlar.
Xo'sh, 3-chi kitobimizga kelsak, 3-chi kitobimiz Xitoyning Sharq Turkistonidagi yadro sinoqlari va Ipak yo'li yadro sinoqlari sabab bo'lgan balo-ofatlar Jun Takadaniki siz turkchaga hazırlagan kitap. Bu kitap haqida. Albatta buningda ta Xitoyning shu kichik bo'lgan bilan nurg'un son sifirlik ma'lumotlar bilan vatanimizda elib bo'lgan atom sinoqlarininki qanchalik balo-ofat elib kelganligi, kelganligini gayet güzel, ixcham shaklda bayon qildi. Sizdan biroz anglaylik. Bu kitaptaki avtori Profesör Doktor Jun Takada. Jun Takada Hokkaido Tibbiy Universitetining Atom fizik tadqiqot markazining mas'uliyati. Hozir damirishga chiqib ketdi. Ayni vaqtda o'zi atom fizikasi haqida tadqiqot olib berib, Qozog'istonda ilib berilgan sobiq Sovetlar ittifoqininki atom sinoqlari ve Sharq Turkistonda ilib bo'lgan Xitoyning 46 qatimliq yer osti ve yer üstü atom sinoqlari haqida dünya boyunca en mükemmel tədqiqat edib bağlan büyük atom fizik tədqiqatçılardan biri Yaponiyada. Xoş. Bu adam köplep özünün oquvchiları, tədqiqatçıları bilen Şərq Türkistanның şərqi, şimali bu rayonlarda köplegen tədqiqatlarını edib verip 46 qitim Şərq Türkistanda edib bağlan Xitayning atom sinoqlarida radiasiyadan zəhərlənib ölgen adamlarning 300 mingdan aşqanlığı. Ösmür haki ballarının meyilip toğuluşu, pokaq degende bu xil şekildeki xavifli kesellerinin taralışıga, Şərq Türkistan'daki atom radiaksiyalarının ki Xitayning elib bağlan qanchalik derecede zarar vergenini. Bunu etrafına ait yoritgan. Buningdaki sansifir atom fizik tədqiqat nuqtasidan Şərq Türkistan'da elib berilgan Xitayning 46 qatimliq atom sinoqlari haqida meningcha hazırgıcı en mükemmel yazılgan tədqiqat kitabı bu. Jun Takada bu kitabını Yaponiyada İngilizce ve Uygurca nəşr qılgan. İlgiri. Qılgandan keyin o 2015-2016 xatalaşmısam Tokyo'da şu özününki atom sinoqlari haqida bir konferans ötkazdi. Konferans ötkazib men taklif qilibdikan şu Sharq Turkistondagi bo'lib atgan atom sınaqlardan keyinki Uygurlarınki nemisi hakkında sen bir guvaçı buluş süptün bilen katlaşmagan bolsağında. Ben geldim o yerge Tokyo geldim. Tokyo'dan görüştük. O bir akşamlık konferans ötkezdik o yerde. O konferansımın aiti alkışga erişti. Bu adam Şərq Türkistan'daki atom sınaqları ve Qazaqstan'daki Sobiq Sovetlar ittifaqının atom sınaqları hakkında aiti mükemmel nemlerini hep bağladı. O kitaplarda oturup koyulgan Uygurlarınki ölüp ketken salları rak kesilinin kelip çıkış sebepleri, ösmü keselleri, Uygurlarının salametlik ahvalları kösetken tesirlerini naiti ilmi asas tədqiq edib bağlan kitap. Xoş. Bu kitap nəşr qılınğandan keyin şu Türkiye'deki bir kısım atom fizik tədqiqatçıları Jun Takada haqqında meningdan nima uchun egallab telefon qildi. Bu adam acayip qattiq tədqiqat edib beribdi. Biz bu adamın tədqiqatından xəbərsiz qalıb ekanmiz. Bu adam barmı? Şərq Türkistondagi 46 qatimliq atom sinoqlari haqida bu adamdak elib bağlan, tədqiqat elib bağlan bir tədqiqatçının maqalasi və əsərini görmədik. Bu adam bilan qandaq aloqa bağlaymiz degandek tələbləri oldu. İnşallah bu virus məsələsi bitsə, biz Uygurlarning atom sinoqlari haqida mushundaq tədqiqatlarni elib bağlan. Bir kısım atom fizik tədqiqatçılarını, bir kısım Uygur medeniyeti ve tili hakkında tədqiqat edip bağlan Türkloglarını toplaş arkalık Türkiye'de bir konferansı edip berişini oylaşıvatımız. Jun Takada'nın bu kitabı, gerçi bir küçük kitap olgan bilen, bunun akademilik noktasından, tədqiqat noktasından karşısınız, insan işengüsüz məlumatlarını, işengüsüz tədqiqat paketlerini oluşturur. Bunu okugan adam Şərq Türkistan'daki Uygur halkının hazırki kamplarda irqi qırğınçılıqda emas. Xitayning ko'ziga ko'rinmaydigan, biz qo'limizni tutolmaydigan, bizni sir tutib kelgan 46 qatimliq atom sinoqlarida qanchalik bizningki ajdodlarimizningki qurbon berganligi. Hozirgi mana shu Urumchidagi o'sim kasalliklar doktorxonasiga qarsangiz, bir Xitoyni ko'rmaysiz, butunlay hammasi Uyg'urlarda kerak. Janubdan kelgan Uyg'ur qarindoshlarimiz, Xotan, Qashqadaryo, mushu atom radiatsiyalarininki keltirib chiqargan ziyonlardan Uyg'ur xalqining salomatlik ahvoli shundoq. Xitoy 46 qatimliq atom sinoqni berib, yana shuningga shukr qilmay,
En ahırısında qanday qildi? Lagerlar meselesini o'ttirib qo'ydi. Jun Takada'nın Tokyo'daki bu nimesiga konferansga meni taklif qilishdagi vaqtidagi sabab Janubiy Shinjongga shu vaqtdagi Jun Takada'nın o'zini deydi. Ular Shinki Uyg'ur jichku deydi. Sharq Turkistonning janubiga borgan shu bir qism muxbir tadqiqotchilarninki shu vaqtda berib kelgandan keyin rak kasal bo'lib o'lib ketganligini deydi. Rak kasal bo'lib o'lib ketganligini deydi. Ve bunun bilan bir qatim suhbatda bo'lganda men dadamninki o'lib ketish sababini bunun so'zlab bergan. Naq mening dadam rahmatlikmi Xitoyninki muqaddas o't deydigan bir film bor, kino filmi. Bu kino filmini Xitoy o'zininki 50 yillik 1999 yılı 50 yillik Cumhuriyet kurulganlığa Xitoy o'zining atom bombasini qanday yasab chiqqanligini tasvirlaydigan bir film ishlagan. Şu filmge Xitoylarning atom bombasini yasab berishga sababchi bo'lgan Rus mutaxassislari bo'lganligi uchun Rus mutaxassislarining rolini oladiganga, injenerning rolini oladigan mening dadamni tanlab olib, bu filmda atom bombası yasagan Moskvadan kelgan Rus injenerning rolini o'ynaydi. Şu vaqtida dadam rahmatlik shu ushaq dalninki Xitoylarning atom markaziga berib, yer ostilarida 6 ay turdi bular. Şu tədqiqatlarını filmlə bo'lgan jarayonida aşağıdaki yer astı atom sınaqları elib bağa yələ aşağıdan turib, aşağıdan görüb, həmmini filmlərini aşağıdan elib, film işləb gəlgəndən keyin 6 aydan keyin dadam rəhmətlik öpqıraqı bilə vəfat oldu. Şu vaxtda dadam 2000 yılda vəfat oldu. 6 aydan keyin qayıtıb gəlgəndən keyin 99 6 aydan keyin qayıtıb gəlgəndən keyin bu nim bo'lganligini deydi. Öpkününki zəhərlənganligini deydi. Shu yillar o'tgan bo'lsa-mu, u yerdagi ta'sir yo'qolib ketmaganda, ta'sir yo'qolib ketmagan va shu film qatnashgan yana bir Xitoy kino artisti vaqti umi o'lib ketdi. Shu Urumchidagi shu Yishoyanga chiqqan vaqtimizda shu vaqtida diagnosini shunday qo'ygan. Shu vaqtida Amerikalik bir qism mutaxassislar vakan oyda bir qatim kelib kasal ko'rdigan. Shular ko'rgandan keyin o'pka mushundaq radiatsiyani nim qilgan deb o'tirib qo'yib, isbotini chiqarib bergan shu vaqtida. Şu bu kitaptaki Xitoyning atom sınığı ilib bağan şu ushaq daldiki Xitoylar mahallen deb qo'ydi. Shu yerda bir dadamlar 6 ay turgan film ishlagan. O vaqtda men film ishlagan bormayman desiniz, unumaydi. Bu davlatninki Cumhuriyetninki Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 50 yilligiga bag'ishlangan muqaddas o't, Shinxo deydi, Xitoylarning cho'ng haybatlik ishlagan. Uni ishlagan vaqtidami harbiy istiyodalar ishlagan Xitoyninki. Baydenci ben kandap koydu, Xitoylarninki. Şular işleyen. Ular muntizim askerler bilen berip, şu Şaqdaldaki atom bazısı da aynı vaxtki aynı nəslərini alımız deyip, şunu nim qilib, bular 6 ay turuş jarayonida şunun qatnaşqan artistlar, ikisi meninki özümün bilgini, birisi rahmetlik dadam, yani bir ayal artist batı. Bular şu atom bombasınki radiaksiya tügümeyen gapdi aviyada. Qaytib kelgandan keyin shunday bo'ldi. Ben Jun Takada bilan so'zlashgandan keyin bir qatimliq söhbatimiz. Jun Takada shunday dedi, "Voy bu bak yaxshi dalil isbotga. Sen mening konferansımda mushni bir deb bergan bo'lsang." Chunki men u voqelikning amili bilaman-da. Dadam kelgandan keyin rahatsiz bo'ldi. Dadamni doktorxonaga kirdik, opadik, tekshirdik. Hatto bu yerdagi Amerikada oydin bir keladigan doktorlar va mutaxassislar bor, ular tekshirib qo'ygan eng oxirgi doklad bor. Shularni yozgan o'pkimishda zaxmlangan deb. Elbette şu 6 ay turib kelgandan keyin sağlam bedellik bir adam 6 aydan keyin u yerda ushaq dalda turib qaytib kelgandan keyin elbette bu ish o'tirib chiqadi-da. Şu jarayonlarni Jun Takada so'zlab bergandan keyin Jun Takada dedi, "Ha bu mening kitobim bilan seninki bu dadaninki o'lim fojiasi nihoyat bog'lanishgan. Sen bu haqdagi narsani konferansimda o'z ko'zing bilan, o'z so'zing bilan bir bayon qilgan bo'lsang" dedi. Shuning bilan men bu voqelikni so'zlab berdim bu yerda. Çünkü o vaxtda özü de yalnız benim dadamla emas, Yaponiyadan kelgan bir qism muxbirlarmi, kameramanlarmi, aşağı bağlan bir qism odamlar bu şu radiaksiyadan zaharlanib, qaytib kelgandan keyin ba'zilari qisqa vaqt ichida, ba'zi uzun muddat ichida va boshqa kasalliklar kirib topib o'lganligi Yaponiyadan tashviq qilingan bo'ldi. Hatto shular namoyish qilgan insonlar bo'lgan. Bu Jun Takadaning kitobininki ahamiyati akademik. Yani bunun da hiç kandak bir
hissiyat, hayacan degan narsa yo'q. Bu akademik o'zining bir atom fiziki mutaxassisi bo'lish salohiyati bilan Sharq Turkistondagi 46 qatimliq ilib berilgan yer usti va yer osti atom sinoqlarida Uyg'urlarningki taxriban qanchaligining vafot bo'lganligi va qanchaligininki o'xshamagan turli kasallar giribdor bo'lganligi va buningki shamol kuchi bilan atom radiatsiyalarining nalarga tarqab ketadiganligi. Buning insoniyatga bo'lgan zararlar haqida nayda atrofga ilib borgan tadqiqot maqolalari bo'lganligi uchun Türkiye'de hazır Xitayning nükleer sistemlerinden faydalanıp bulardan hamkorlik ilib boramiz deydigan təşviqatına ait yaxshi bo'lyapti hazır. Xitayning Sharq Turkistonda ilib borgan 46 qatimliq atom sinoqlaridan bexabar yerlik millat. Bu kitobni chiqargandan keyin Türkiye'deki yerli xalq atom sinoqlarining, atom energiyasininki buningga insoniyatga bo'layotgan ziyonligini bilib yetarlaydi. Masalan, Germaniya, Yaponiya atom energiyasidan foydalanish, masalan, bu narsalarni qoldirib, buningki masalan Yaponiyada yatavrashlardan keyingi atom energiyasining insoniyat keltirgan ziyonlari haqida to'xtalgandan keyin buni qoldirib izlayapti. Ammo Turkiya Xitoyningki bu energiya manbasidan foydalanib bu yerda rivojlantiramiz deyapti. Mushundaq bir shakldan vaqtning o'zida atom bombasininki 46 qatim ilib berilganligi va Sharq Turkistondagi zarar haqida. Hem bunun da Sovet Sovetlar İttifakı'nın Kazakistan edip bağlan tədqiqat haqqında söz deydi. Ne için bu yerde bir sual tuğuludur? Xitay Kompartiyası Şərq Türkistan'da, ne için Roskom Partisi Kazakistan'da edip barıdı? Bir yerdeki ortak birlik ne mi? Türkiye milletler, Uygur Türkleri olsun, Kazak Türkleri olsun, tarihten hazırgıca atom sınaqlarının kurban bulup gelibatdı. Sovet İttifakı'da Kazaklar, Xitay'da Sharq Turkistonda Uyg'urlar. Abdur muşi fikrini o'tirib qo'yadi. Akademik şekilde. Akademik şekilde. Yani biz davayimizni, xalqning davoyini anlatgan vaqtimizda asossiz hikoya, roman, hayajon şeklinde anlatsak, bunun qoyil qilish kuchi bo'lmaydi. Bunun isbot ko'rsatmaydi, bunun dalil ko'rsatmaydi. Akademik bir narsa bo'ladi. Bu eserlerde bütün o'ttirib qo'yilayotgan tadqiqotlar akademik shaklda bo'lganligi uchun Turkiyadagi ziyolilarni, har qaysi tadqiqot o'rinlaridagi tadqiqotchilarni qoyil qilish kuchi zo'r bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri. Ya'ni bizningki so'yqirim, irq qirg'inchilikning yolg'iz irq qirg'inchilik emas, atom bombasining zarbisidan millionlagan Uyg'urlarning kasal bo'lib o'lganligidan iborat Sharq Turkiston fojiasining Türkiye'de anlatılmayan atom bombası varyantını oturup koyuş asaslık maqsadı bu kitapta. Hoş. Köp rahmet, hakikaten güzel şerhlep berdiniz. Ahırkı kitabımız Sharq Turkiston mektupları kitabı. Bunu siz bilen Seji Nishihara tarafından hazırlanıp bu kitap hakkında. Yani Sharq Turkiston mektupları, Doğu Turkiston mektupları degan bu kitabımızga asasen Sharq Turkiston meselesi haqidagi Sharq Turkistonga ait bo'lgan 10 necha parcha mektup kirgizildi bununla. Bu mektuplarning orijinali ve Türkçesi kirgizildi. Bu kitap aynı vaqtda 2013-yili Yaponiyada İngilizce ve Türkçe Yaponca nashr qilingan. Xo'sh. Bu qatim bu mesela Avrupa'nın, Amerika'nın, Yaponiyaning Sharq Turkiston meselesiga bo'lgan ko'z qarashlari qanday? Avrupa'daki devlet adamlarının, Amerika'daki prezidentlerinin, Japonya'daki cumhurbaşkanlarının ki, baş vezirlerinin Uygur meselesi gibi olan qarashları qanday degan Uygur Sharq Turkiston davasıdaki bir tarafını yoritib berish uchun 2002 yıldan ta 2012 yılgacha bo'lgan aralıktaki Rabia Kadir Hanım, Uygur Milli Hareketi'nin rahberi Rabia Kadir Hanım turmudaki vaxtida yoldaşı ataqlıq obzorchi Sıdık Hacı Rozi'nin ki Amerika prezidentiga yazgan mektubu, Amerika Tashqi ishlar ministrligiga yazgan mektupları, özünün ailesi ve hanımı Rabia Kadir Hanım'ın ki turmudan qo'yilib berilishi haqida Amerika hükümetinin Xitoyga besim ishlatishi haqidagi mektup bu. Birinci mektup shundan boshlanadi. Bu mektuplarning ichidagi yani bir kısmı Amerika Tashqi ishlar ministrligining ve Amerika Aqsaroyininki Sıdık Hacı Rozi'ninki xatlarga bergan javoblari. Cevap ve xat, sual ve cevaplar bu şekilde davamlaşıp gelgan.
Bu xatlarning ichida Rabiya Qadir xonim turmadan chiqqandan keyin, Amerikaga kelgandan keyin Germaniya, Fransiya, Amerikadagi bir qism davlat odamlariga, kishilik huquq komitetlariga, nurg'ulg'an parlament a'zolariga xat yozib, Uyg'urlarningki kishilik huquq masalasida, ya'ni Sharq Turkiston masalasida adolat talab qilganligidan iborat bu maktublar kirishtirilgan bo'lib, buning ichida bir qism maktublar Yaponiyaning vaziri, bosh vaziri Shinzo Abe'ga yozilgan. Chunki Shinzo Abe'ga yozilgan maktublarni shu vaqtning o'zida Rabiya Qadir xonim hazırlagan, Shinzo Abe'ga biz buni Yaponiyadagi bizningki tadqiqot guruhimiz Shinzo Abe'ga yetkazib bergan. Bu xildagi maktublarni to'plab biz asli tekst bilan türkçesini hem İngilizcesini ve İngilizcesini kirgizishimizga sabab Yevropaning, Amerikaning, Yaponiyaning davlat odamlarining Uyg'ur masalasiga bo'lgan ko'z qarashi qanday deganini bildirmoqchi Turkiyada. Yani Türkiye'de hazır bizim Uygur Şarkı Türkistan meselesiga ko'ngil bilishni ayt yaxshi. Yani yerlik millet ve devlet yalğız Şarkı Türkistanlıklarga biz Türkiye'yle sahip çıkıvatımız. Başka devletlerinin bularning meselesiga karı var mı yok mu degan mücmel göz qarashlarga xatim berish uchun Amerika, Yevropa, Yaponiyadagi devlet adamlarini bilan Uygur siyosatlarınınki qandaq şekilde xatchak aloqa qilayotganligi, ularning bu masalaga qandaq muomala tutayotganligi, hatto Washington Post qatorliq gazetlarda e'lon qilingan shundoq maqolalarni, maktublarni to'plab, biz buni Turkiyada e'lon qilishimizga sabab G'arbning, Amerikaning, Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan ko'z qarashlarini Türk davlatiga va yerlik millatlarga anglatish maqsadida bu kitapni neşri tayyorladik. Elbette bu kitap ilgari 2013-2014'te İngilizce, Japonca, Yaponiyada neşr qilingan. Bu qitim yani bu yer neşr qilishimizdagi sabab G'arbning, Amerikaning va Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan qarashlarini o'tirib qo'yish va Rabiya Qadir xonim turmuga chiqib o'zininki Sharq Turkiston masalasi haqidagi vazifa ado qilish jarayonida xalqaraga o'zining bergan signallari va xalqaradan adolat talab qilganligidan iborat bu maktublari to'planib buning ishiga kirgizildi. Albatta u vaqtda Rabiya Qadir xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi nemisini o'tayotgan vaqtda vazifasini. U vaqtdagi maktublar, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Rabiya Qadir xonim da bu shaklda yozgan. Biz shu vaqtda 2012dan 2012 yilgacha bo'lgan 10 yil oralig'ida Sharq Turkiston masalasida qanday G'arb va Amerikadagi prezidentlar, tashqi ishlar ministrlari qanday muomala tutdi degan dunyoning Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan ko'z qarashlarini bu maktublar orqali yo'ritib berib, Turkiya davlatining Sharq Turkiston masalasiga texinbek sahip chiqishi va bu yerda turayotgan Uyg'urlarga texinbek ko'ngil bilishni qo'l keltirish maqsadida buni o'rnak qilib turib, bu yerda bu kitobni chiqardik. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Nəhayət güzel, qısqa bir şekilde hammasini meyğizliq tushuntirib berdingiz. Endi boshqa inshaalloh qolgan bugungi 5-iyul Urumchi qatliamini agarda yaqinda yana patarda ko'rayotganimizda qolgan mevlarni yaqinda chiqadigan. Yaqinda nashr qilingan kitoblar bor, o'g'iznoma bor. O'g'iznoma. Osmanlı, Yaponiya ve Şarkı Türkistan degan bir kitap var. O kitapların asasiyatını hazırlap oldu, neşrga versek buladı. Ondan keyin yani çoğun bir eserden birisi var. Kazak ve Uygur Türklerinin Şarkı Türkistan'dan Türkiye'ye köç hayatı hakkında akademik bir eser var bu. O 1000 sayfalık bir eser buladı. Onun ciddi tutuşup işlevat hemen. İnşallah onu yakın bir zaman içinde yoruluk keltirimiz. Onun da mesela Uygurlarning qanday ko'chib kelganligi, Qozog'larning qanday ko'chib kelganligi, bu ko'ch hayotida Uygurlarning qozoq qarindoshlari qanday destek berganligi, Turkiya Ichki ishlar ministrligida, Tashqi ishlar ministrligida bu vaqt saqlangan hujjatlar bor. Bu hujjatlarni ilgari to'plab qo'ygan. Bu hujjatlarningki Uygurlarning va qozoqlarning ko'ch hayotininki bir akademik shaklda saqlanib qolish uchun buningga iznish ilib beryapman. Inshaalloh u kelar yil ichida nashr qilinib qolar. Allah sağlık ve sıhhat versin. Allah inşallah bereket versin hayatınızga, her gününüzge, kalbinizge inşallah. Köptün köp rahmet. Yani bu kitaplar çıkandan keyin meni bir ta'sirlantirgan nuqta nima desiniz? Meni tonimaydigan bir qozoq ayol, mana 4 parcha kitobni bir gul
Güldəstinin içine gelip resim tatıp bana vertipti. Bir Kazak ayal. Hoş hoş. İstanbul'un Yalova degan yerden. Siz beni tanımaysınız, ben sizin kitaplarınızı hep okudum. Ben Şarkı Türkistanlık bir Kazak hanım. Siz Şarkı Türkistan'daki bizim facialarımızı anlatıp muşta kitap neşir kıldığınız için size tebriklerimi sunaman ve sizin teninize selametlik dileymen. Dep aş mesajını yolladık ben hayran kaldım. Bir Kazak ayal. Şarkı Türkistan'dan çıkan. Elbette insan şundak bir kerindaşlarının ve başkalarının açıdan diyeyim. Hazırlıkçı bu ağırlıkta nurulgan dostlarımız, dernekleri, Cumhuriyet Milli Kütüphanesi, üniversitelerde nurulgan nesle geldi. Onun rahmet. Ama bir Kazak ayalının ki bana şundak mesaj yollaşı beni nayet hayran kaldırdı. O ne kandak bilgeligini okumadan özüm açıdan bir mesaj çıktı. Elbette bu kitaplarını mesela Türkiye'de yaşavatkan Uygurlarımı mesela ailedeki persentler Uygur dilini nayet yaxşı Uygur dilinin Türkçeni yaxşı biladi. Ballarımızga mesela Göktürklerden kelgen Japon dili degan bu kitapni o'qitish orqali Uygur dilinin ne kadar güzel, medeniyetlik bir dil ekanligini avlodlarimizga qoldirishda nayet foydali bo'ldi deyman. Uningdan boshqa atom bombasındaki bizim facialarimiz, Şarkı Türkistan mektupları, soykırım hakkındaki kitaplarını okutish, Türk dostlarımızga tavsiye qilish orqali yerlik milletler bizning davayimizni anlatsak, bu nayet yaxşı bo'ldi deb qarayman. İnşallah kelgusida yani başka eserlerimiz var. Hem siyasi eserlerimizni qo'limizda Yaponiyada nashr qilinganlarni hammani nashr qildik. Endi bu köş hayatı hakkındaki çok kitap var. Endi bu kitaplardan çıkarsa qolganlari hammasi Türk loga ait. Ama Türk loga ait kitaplarımızdan hammasi Uygur edebiyatı ve tarihiga ait. Ben bir özüm Şarkı Türkistanlık Uygur buluş süptüm bilen her kandak eserimde her kandak elan qilgan bir kitabımda Uygurga alaqadar bir narsa bo'lmasa, Şarkı Türkistan'a alaqadar bir bo'lmasa, o eserimge bek qiziqib ketmayman. Çünkü meningki chet eldeki muhaciratlik hayatımı özümning tadqiqotini elib berish. Özümning tadqiqot ishida xalqimning ve Şarkı Türkistan'dan ibaret bu vatanimning derdini anlatish. Hiç bo'lmaganda Şarkı Türkistan'da tug'ilganligimni bildirish orqali o'qirmanlarga Şarkı Türkistan'dan ibaret bir tuproqning Xitoy mustamlikachilar tarafidan besilinganligini bildirish mening burchim ve vazifam deb qaralganligim uchun butkul eserlerimde Şarkı Türkistan ve Uygur'dan ayrılanmayman. O noktadan kelajakdagi eserlerimde mi elbette xalqimizningki edebiyat ve tarih hakkında texinbek tarihini yerlik milletlerge Türkiye'de yoritib berish uchun bu eserlerge tirişimen Allah salametlik nasip qilsa pat yaqinda qarindoshlarimiz o eserlerim bilan yuz ko'rishadi. Köpten köp rahmet. Allah bereket versin deganimdek. Hakikaten deganingizdek mushundaq bir ideya bilan xizmat qilinsa har bir minut başqacha bir ma'nolik o'tadi. Bu g'oya, bu ideya bilan o'ziniki xalqi uchun, vatani uchun har bir qilgan amallari, tavratgan qalamlari bunday bo'lish. Rabbim inşallah deganingizdek bu albatta kitap hakikaten ölmez bir eser deyishga bo'ldi. Yillar o'tib ketgandan keyin nurg'un üniversitedeki o'quvchilarmi o'ziniki tadqiqot nimalarida yozgan maqolalarda mayli doktorlik, mayli magistrlik bo'lsin, shundoq manbalik asos bilan yozilgan narsalarni eng oldin bilan buni izlaydi. Ular uchunmi hiç ko'nirmaydigan bir qimmatli bir asar sifatida davom qilib olsin. Ko'pdan ko'p rahmat inshaalloh. Ataytın İstanbul'a geldiniz. Rahmet. Programı bir anlatış için. Köpten köp bununla alaydı rahmet eytimiz. Allah razı olsun. Dört kitabını öz kulağınızla bir şeyde imzalayıp verseniz bana inşallah. Kalem verir misiniz? Tamam. Kadirlik görülmelerimiz, barlıq görülmelerimizge köpten köp rahmet eytimiz. Bu kıymetlik eserini körüp, anlap öttük bu içindeki mezmunlarını kıskıcı bolsunmu. Qağını inşallah kitabını setivelim. Bunun içindeki güzel mezmunlardan hem özümüz paydalanışımız gerek, hem etrafımızdaki dostlarımızga şu yerlik xalqlarga faaliyet qilib atgan jamiyatlarga shunday so'q qilish orqali davayimizni texinbek ta'sirli holatda ularga tushuntirish bobidan
Özümüz belki yarım saat, bir saat sözlep anlatıp bulanmaslığımız mümkün. Umumi bir tefsili şekilde, insanın qayılığı o da şekilde. Ama şundaq bir kitaplarını soğuk kılış, normalde adli bir iştek tuyulğan bilen, belki bu insan şu hemen okumusu mu, öydü bir Şarkı Türkistan'a ait bir neslan buluşu, olturup bir mezgilde koluğu çıkıp kalıp, okuş jarayonida nurgulgan ma'lumotlarga ega bo'lishimiz sebep bo'lamiz. Nurg'un o'quvchilarimiz va Turkiyaning har qaysi joylarida o'qiyotgan universitetlarda ko'p sonda o'quvchilarimiz va bularning o'zlari o'qiyotgan maktablardagi kutubxonalarga men normalda universitetning kitobxonalarida bizga oid chiqayotgan turkcha mazmundagi kitoblarni ko'rib turman. Shu o'quvchilarimizningki aşağıya munoyat diqqat qilganligini his qilmayman normalda universitetning kutubxonalarida. Albatta bu Cumhuriyet Ankara'daki çoğun merkez kütüphanelerinde talep kılınıp bir yerine koyuluptu. Okuyatkan her qaysi üniversitet okuyatkan okuyucularımızın bunun bir salqarımıza Uygur kitapxanalarımızın bu kitapların hamısı. Özümüz kolumuzdan kelgancha elip şu üniversitenin kitapxanalarına koyuşqa alayda ehmiyet versek. Çünkü bu davayımız üçün, bu Şarkı Türkistan halkı üçün bulanın bizden tatip atkan zulümlerimizni aşağıda ölmez yıllarca şu yerde kıymetli bir materyal olup turudamdı. Bunun sal qarmaslıqlarını alayda tavsiye qilamiz. Köptün köp rahmet programımızını görüp ağınlar üçün. Keşte inşallah yeni bir qatim təkləyimiz. Saat 5'te inşallah İstanbul vaxtı. Ürümçi qatliamı haqqında məxsus bir söhbətimiz oldu. Şu vaxtı görüşküçə aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.